Yolda kalmasın armanlar Sizge bulduk biz sırdaşlar Jür bulundu nakşimizga Dostluk çegra yok bu cayda Yürügümde şunda karman Sizge bersem deymen derman Sırdışıp dostluk ilkiden Hayat yolumuzda medet olsa Yılın sırdaşlar Uzun armanlar Dostluk ilkiden Söyündüğüm var Yılın sırdaşlar Uzun armanlar Dostluk ilkiden Söyündüğüm var Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Sektimiz yakınma Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Sektimiz yakınma Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Hey sırdaşlar Sektimiz yakınma Salam, biz bilan sirdishni, muңdishni istagan ekran oldidagi barcha aziz davrdoshlar, qurdoshlar, Kamina Nijot Vali Yoqubdan hammanglarga seg'inishli salomlar bo'lsin. Salam hayatın uğranı bakkalla, çehridin külki tamgalla. Ben Dilraba ablasın, hemmeylenge Ali ihtiram. Merhaba, bugünkü muşu xoşal demlerge jör buluş için kelgen aziz dostlar, riyasetçi Ekber Cürettin hemmanglarga o'tib salam. Salam, ushbu güzel daqiqalarni biz bilan birlikda o'tkazish uchun sahnimizga yetib kelgan qurdoshlar, dildoshlar, shundaqla ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Ro'shanga Limitdan hammanglarga muhabbatli salom. Salam sirdaşlar klubi programmamizni ko'ngil qo'yib ko'rib kelayotgan, shunaqla bizni har jihatdan qo'llab kelayotgan karxanchi do'stlar, riyosatchi qizinglar tabassum turgan sizlarga oliy ehtirom. Ushbu minutlarda sizlarning o'zingizlarni bu vaqtda Okean televiziyasida tarqatilgan ko'znak Abditali tojdorligidagi Sirdoshlar klubi programmasi. Programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz qarindoshlar. Biz har sam programmamizda xuddi sizlarga ayon bo'lganidek davrimizda zafar quchayotgan o'zining tirishchanligi bilan san'at sohasidagi shamarlik natijalari bilan bizni xursand qilayotgan suyumli qarindoshlarimizni, to'kibkorlarimizni, davrdoshlarimizning, qurdoshlarimizni mana shu sahnamizda taklif etib, ular bilan sirdishib, muңdishib, turli qiziqarli o'yinlarni birga o'ynash orqali ularning ichki dunyosini sizlarga yana bir qatam ichib bergan edik. Shunaqla ular bilan birga bo'lgan minutlarimiz orqali sizlarga xushluq beg'ishlashni maqsad qilgan edik. Albatta her millet ko'rmalarning bizning programmamizni qo'llab-quvvatlashi bilan bizning mana shu Sirdoshlar klubi programmamiz Okean televiziyasining Ko'zur programmasiga aylandi. Ko'rilish nisbati kundan-kunga yuqori bo'lyapti. Biz ham o'z amgikimizdan nihoyat xursand bo'lib turibdik. Cümleden bizni alayda qo'llagan karxanchilarimizga alayda rahmetimizni aytamiz. Ular bo'lsa bizning riyosatchilarimizning sahnada mana shunday go'zal qiyofada namoyanda bo'lib turishiga alohida kuch chiqargan Guangzhou fazilat kiyimlari. Va rahmat. Shundaq, undan boshqa yana zibzunatlarimizni ta'minlagan Rahila zibzunatlariga alayda rahmatimizni bildiramiz. Obrazimizni loyilagan Roziman To'ygirim to'y suratchiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Akbar, sizning zibzunatingiz nerede? Mening zibuzinetim maxfiy. Maxfiy zibzunatlar bilan ta'minlaydi ekan. Demak, bizning karxanchilarimiz, bizning qarindoshlarimiz, do'st-yaranlarimiz mana shuningdek bizga o'zini yaqin tutayotganligi uchun bizning ishlarimiz intayin xayrli yo'sinda davom etyapti. Shunaqa qildirabadi. Albatta har qitim bizning programmamizda taklif qilgan do'stlarimiz ko'pchilikka o'zining hayotidagi hikoyalar orqali aktiv energiyalarni taqatgan bo'lsa, go'zal naqshlar orqali ularni nihoyat muhabbatli minutlarga, go'zal asrlar qo'yniga boshlab bordi deb o'ylayman.
Undan olsa gapni qisqartib, uzun gapning qisqasi bugungi mehmonimizni qizg'in alqishlarimiz bilan taklif qilib olaylik. Bu mehmon zodi kimdi bilganlar bormi? To'xtang, biz bugungi mehmonimizningki aziz qarindishimizning kim ekanligini bilishdan burun ko'rman do'stlarimizga mana shu mehmonimiz bilan ilib bo'lgan ko'ngillik suhbatimizni agarda televiziyada ko'ramay qolsa, qanday ko'rish shaklini bir askartib o'taylik, shunaqmi? Bo'ldi, albatta televizorda ko'rish fursatini qo'ldan berib qo'ygan bo'lsa, hech qisi yo'q. Qanday ko'radik Akbar? Telefonumuzga közlek epitalini düşürülüş arqılı. Xalqan joyda, xalqan yerda, xalqan Bimallah ko'gili bo'ldi. Qurba sharoitda Shundoq. bilan ko'ralaydi. Bo'ladi, undan boshqa yana bizning qarindoshlarimiz agarda Okean televiziyasining kanallaridan ko'rishni xohlasa, kanalimizning Teatrim kanallarımızda hazır olmadı buludu. bo'ldi qarindoshlar. Unday bo'lsa, bizning bugungi aziz mehmonimiz kimdir? Röcektim alnıma yağmur değişi Mum baskan kalbimge silip köp teşviş Sen nerede kimlerge buldun yağmurlu Miskina kalbimni kapladı endiş Sen nerede kimlerge buldun yağmurlu Miskina kalbimni kapladı emdiş Yolunga telmürü kirpik kalkmadı Misalın derdide ah urup bugün Yaşlı yüreğim yağmurga sığmaktansiz Kalbimden kalbimni kıldım sürgün Yaşlı yüreğim yağmurga sığmaktansiz Kalbimden kalbimni kıldım sürgün Simsim yağmurda yürümem tenha Yarım sevdiler mumda şarardım Simsim yağmurda yürümem tenha Yarım sevdiler mumda şarardım Aynı çağda sırdaşkan ateş yorumduk Simsim yağmurda yuyular şu der Aynı çağda sırdaşkan ateş yorumduk Simsim yağmurda yuyular şu der Simsim yağmurda yuyular şu der Sizni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Naqshingizni anglab texmi xo'sh oldik. Bizning programmamizning boshlanishida intayin mungluq yuragimizga jaqqida qilib tegadigan bir muhabbat kuyi bizga ajoyib bir she'rin tuyg'ularni baxshatdi. Biz mushu kuyingiz bilan mana shunday bir romantik, lirik bir xil tatli hissiyot bilan ham sizni qarshi olamiz. Marhaba. Rahmat.
Men bu bugün shunday xursand bo'ldim. Ko'p rahmat aytaman. Bo'ldi, shunday bo'lgan chog'da hozir biz Abdu Sopir apandimning ajoyib yoqimli bir kuyiga quloq soldik. Balkim men o'ylayman deb biz shu 2000-yildan keyin tug'ilgan bolalarga nisbatan aytgan chog'da shundaqmi? 2000 yildan. Agar endi bu yil men 18 yoshga kirgan tug'ilgan kunimni kutilish oldida o'tirman. Dilrabodam davan aşkan 60 yıllardaki. Biz 80 yıllardan keyingi yoshlar. Absurda naqsini anglab cho'ng'ogan. Chunki meni bek chiqishidan bo'ldi-ku, amaliyotda men bilan tang yoki balki mendan cho'ng bo'lishi mumkin. Ben sizni televizorda ko'rib cho'ng bo'lgan deydi. Cho'ng bir dadlarimiz, onlarimiz telefon qilib Nijat Kambamida qo'q ketimanchu. Balki bular televizor orqali meni ko'rib boqmandikan, radioda ovozimizni anglab cho'ng bir odam o'xshaydi deb o'ylab qilishi mumkin. Demak, bugun Abdusopir apandimni o'z ko'zimiz bilan ko'rishga musharraf bo'ldik. Bu bizga nisbatan bekmi bir hayajonli bir ish bo'ldi. Oldi bilan Abdusopir apandimning o'zining bir salimini anglab boqaylik. Salom aziz tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rarmanlar. Hammalarga men Abdusopir Ismoildan o'tib salom. Bugun shu Sirdoshlar klubida ko'ngillik vaqtlarni har qachonlar bilan birga o'tkazganligimdan intayin xursand bo'ldim. Rahmat. Rahmat. Biz shunday xushal ko'ngillik vaqtlarni oldimizdan bo'ldi ko'ngillik. Voy, ko'ngillik bo'lib qolmasdan yana shu dat degizitdiganda nemish qatnashib qolganim bu programmaga deb. Chunki Abdusopir akamda izchil turda turli televiziya programmalarining ziyoratlarini qabul qilgan bo'lishingiz mumkin. Faoliyatlarga qatnashdingiz. Biroq bizning bu programmamizning xarakteri o'xshamaydi. Chunki biz ekran oldida ko'rmalarimizga siz ilgari so'zlab boqmagan, qarindoshlarimizga aytishni xohlamagan yoki aytishga fursat bo'lmagan, ba'zi bir jurkingizning bir eng ichidagi bir sanduqlarga qachilab qo'ygan gaplarni deb bermasangiz bo'lmaydi. Masalan, tunji qatam muhabbatlashgan vaqtingiz qachon? Tunji muhabbatingizning ismi nima? Hozir aralashyapsizlar degandek savol. Men shuni demoqchidim. Buning kelganda men Nijatdan ehtiyot qilmasangiz, bu chaq-chaq qilib, uni deb, buni deb. Hadi oladi-ku shu qalb sirni. Uni deb balkim bundan keyin sahnalarda naqsh aytgan chog'da olgan haqqingizni tuvaltib o'tishim mumkin. Burun 20 ming yanga bir menda naqsh aytmayatsangiz bo'ladi. 2 ming yangilar chiqib ketadi. Kayfiyatingiz yaxshimi? Unda biz oldi bilan o'ltirib olib, Abdusopir akamga gap qilish taklif etaylik. Bo'lamdi? Bo'ldi. Bo'ldi, qani. Rahmat. Biz oldi bilan Abdusopir akam bilan rasmiy yusunda bizning o'yinlarimizni, muhandislarimizni boshlab ketishdan ilgari oldi bilan Abdusopir akam o'zini bir qisqacha qilib tunishtirib, o'zining kasbiy hayoti, uningdan boshqa kashmishlari to'g'risida bizga azroq bir so'zlab bergan bo'lsa. Men 1974-yili 1-oyda Qashqar shahrida bir ishchi xizmatchi oilasida tug'ilgan. Tug'ilib boshlang'ich to'liqsiz maktabni Qashqar shaharlik 8-boshlang'ichda to'liqsiz o'rta maktabni Qashqar shaharlik 1-o'rtada o'qib, undan keyin Şinjan binokorlik qurilish maktabiga 88-yil o'qishga kelgan. Qurilish kasbiga. Demak, o'zingizning Kasb naqsh emaskanda? Ha? Naqsh muzik kasb emaskanda? Naqsh muzik kasb emasga, qurilish kasbiga. Men shu naqsha aytishni hamda aqlim kelsam men naqsha ayta oladi ekanman. Chunki mening dadamni dutachilib naqsha aytdi biz kichik vaqtimizda. San'at xumari. Lekin men mayli boshlang'ich maktabda bo'lsin, mayli to'liqsiz o'rta maktabda bo'lsin, boshlang'ich vaqtimdan tortib men televizorga naqsh aytib chiqqan shu chog'da. To'liqsiz o'rta maktabda vaqtida. Qaysi naqshni? Do'stim, siz cho'ng bo'lgan nim bo'lsiz? Men cho'ng bo'lgan ishchi bo'laman deyman. O'shada hamda shu o'smirlar naqshni. Cho'qim isida bor, anglab boqaylik qaysi naqsha. Yani rasmini esam esimni qolmabdi, lekin bir naqshi bordi, agronom qiz deydigan. Nemish bu agronom qiz degan naqshni aytib turib olgan bo'g'aytiqiz. Lekin meningki o'qituvchim sen ash naqshni aytadi, maktabninki bizningki san'at o'qituvchimiz maktabning faoliyatlarida shu agronom qiz degan naqshni ancha-muncha aytqizdi. O'smirlik chog'laridan tortib muhabbatlik naqshlarni. Shunday bo'yliqi nima keyingi kunlarda aytgan Katyusha nomli naqshlarning asoschisi agronom qizdan boshlangan oldi bilan qizlarni kuylash. Agronom qiz degan
Odatda qizlarninki dehqonchilik Shundoq, bir kasb. shug'ullanadigan bir xil texnik kasb. Shu chog'da shu naqshlar pek muduvagan agronom qizgan naqshlar. Shu chog'da O naqshiniki hangi esingizda bor bu? Azroq bor. Seney diyen kombayın molosunu uğrattı. Onun rolü kolum. Ey söyümlü gunçı kız. İşte bir nasıl? Rahmat. Isır bak ya. Ha, esir bak. Mana hozir 74 yildan boshlab hisoblasam hozir Abdusupurkam 80larga qarab yo'l oldida. Mushu yoshda 80 3larga kirdim. Mushu yoshda shu bolalikdagi, yerim asr ilgirki naqshlarni eskanmoq oson emas-ku. Xo'sh, maqsad kelsak, keyinchi toluksuzga çıkan çağdımız sanat körcüklerinde Andaki onun başka şu mekteplara ötküzülgen nakşımsaga ondan katışıp durdum, sayanlık çıkıp durdum mektepte mi. Lekin ma'lum sebepler tüpeyle ben sanat mektepke imtihan vermeyi ekşi binakarlık kuruluş mektebiga imtihan berip 88. Endi mishadagi ma'lum sababni chuqur bilishimiz kerak deb o'ylayman. Bizning programmamiz Ailedekilerinin sebebi mi ki çoğunlarının belki mi? unutmaslik sabab bormi yoki nima sabab? Çoğunlarınki sebebi emez. Ha. Ben sanat mektep imtihan berdiğin çağda tizimlatishga ulgurmay qolgan. Ondan keyin yana bir yil men saqlay desam, hamda uydagilar Xolimidi. sen Bir yıl kayıt makes doğru imtihan keldi. ber deb men shundan bizniki shu binokarlik qurilish maktabiga imtihan berib o'tib, lekin o'sha hozirgi Shinjong binokarlik 6-cı binokarlikqa xizmat bilergen. Ha. Endi shu vaqtdagi hissiyotingizni o'ylasangiz afsuslanamsiz. Ajab shu kasbda o'qiy olmay qolganda. Elbette afsuslanman. Men tunigun shu Shinjong televiziya stansiyasiga chiqadigan bir ish bo'lib qilib, shu san'at institutining oldidan o'tib ketib berib, ey, asli mening o'qiydigan maktabim mushiti men shu chaqda ajab bir xatolashib ekanman deb tunigun tag'in. Onun aldıdan nurg'un pishmon qilib ketgan. Tunigim yani şu bir Şeymanlar hissiyat yani bir qıttım. Mishada Shinjong san'at institutini bitirgan qarindoshlarimizning kimlar bor? Dilrabo odam bor. Akbar apandim bor. 2 yillar Shinjong san'at institutining o'quvchilari. Shinjong san'at instituti haqiqatan diyorimizning san'at ishlariga to'kib qo'shgan, nurg'unlagan necha avlod yoshlarni, necha avlod san'atkorlarni yetishtirib chiqqan bir ma'rifat san'at bo'shigi hisoblandi. Men o'ylab qoldim, agarda Abdusupurkam shu vaqtida g'ayrat qilib ya bir yil chidab shu maktabda o'qigan bo'lsa, balkim buningdimi bak yaxshi nusratlarni qo'lga keltirishi mumkin. Biroq amaliyotda bu talant ushqunga o'xshaydigan uni yolqinjitib mashalga aylantirish yana odamning o'ziga bog'liq. Ba'zi maktablarda, jumladan Shinjong san'at institutida shunday ayta olmaymanki, balki san'atda hech qanday bir qobiliyat yo'q, ba'zi bola o'qishmay kirib qolgan bo'lish ahvollarimi nima nazardan saqlab qilishga bo'lmaydi. Bizning jamiyatimizda san'at maktabida o'qiyamayotgan, san'at institutida tarbiyalanmayotganmi, yana nurg'ulg'an iqtidorli, talantli yoshlarimiz bo'lishi mumkin. Balkim Abdusupurkamning mana shuningdek o'zi o'rgangan ondan keyin ota-onasi tarbiyasida, ustozlarning tarbiyasida boshqa san'atkorlarning yetaklashi bilan pishqan bizning yaxshi bir naqshchimiz san'atkorimizdek menimcha xatolashgan bo'lmaymiz. Shundamidi? Shundoq. Albatta shundoq. Mana hozir o'zi tunugunga qadar shu hissiyotda bo'ldim dedi-ku, lekin men hozir qanday hissiyotda desam, insonda azroq afsuslanış bo'lsa bo'ldi ekan, lekin faqat pushaymon bo'lsa bo'lmaydi ekan. Chunki bizning har bir kunimiz nihoyatda ahamiyatli, nihoyatda go'zal o'tib şu hozirga qadar mana Abdusupur hammamizning esida qolgan shunchalik go'zal kuylarni, ijodiyatlarni olib keldi. Masalan, boyiq naqshimi meni tuyuqsizda, to'liqsiz o'tirib maktabda o'qiyotgan. Undan shu vaqtdagi tuyg'ularingizni bir bilib baqsaq, to'liqsiz. Ondan boshqa Safiyaning yangi yillik kechiligida Abdusupur Ismoil keldi degan teliqi. Isingdami Aydın axşamlar degan naqsh keldi-chi, chunki biz to'liqsiz maktabda to'liqsiz. Undan bo'lsa, mishada ikki misrani chiqala ta'bir etib yaqinlar anglab boqaylik. Mening ismim kelmayapti. Anglab boqamdoq, chavak. Chavak. Yani bu naqsh va ondan ben payzi. Bu dunyodan armon bilan. Uni hammalar aytalaymiz. Qani 3 2 1. Qaysini? Bu dünyadan esret bilen giteler buldu.
Birge yürgen günlerimdin kecheler bo'ldi. Bu dunyodan Tapalmadım haqiqiy sevgi. Bu dünyada armağan bilen kitleler buldu. Ey! Yaşap Aşkı. Ölmang, Ölmang. Jürek tegdi bu nakşlar. Ha, muşum abdu superkamdan nakşısı bitti. Biz toluqsuz Ondan maktabdan başqa yana bir- yuqori yo'llig'ida o'qiyotgan vaqtimizda tazim bo'ldi bo'lgan. Nasıl ben eziptim. Ben bir nadallık qıttım. Bu nakşını ben pek yaxtırıp anlayman. Lekin bu mis ben etkiçilerini xeyli isimde tutalaydım. Biroq hamda abdu superkam jirak yurtlarda bo'lganligi uchun hamda ilaqi ko'zdan jirak, ko'ngildan jirak. O'chaqlar sizlar kichikdinlarchi bu naqshlar bo'ldi Ha, bo'lgan vaqtlarda. Sizlar Toza o'chaqlarda- tigiga yetib bo'lmagan vaqtlarimiz. Toza tigiga yetib bo'lmagan. O'chaq sizlar ilaqi boshlang'ich maktabning naqshlarini aytadigan. Yap yeşil otlaqda. Endi boya o'zi Abdu super dedi, maktab bitirgandan keyin 6-binokorlik mishaga xizmatga o'rinlashgandim deb. Yana qanday bo'lib Qashqarda bo'lib qoldingiz? Hozirgacha men sizni Qashqarda xizmat ijodiyat bilan shug'ullan deb o'ylayman. Şinjan 6. binokorlik qurilish shirkati Qashqarda aslında. Ha, Şinjan desme Ürümçide de. Shunda qo'yganda Meni hozir kechirib hozir shu qurilish kasbi bilan Şoğullanıp. Ben shtatni saqlab idoradan Dengizga sakrashma. yenib chiqqan. Lekin shtatim hozircha idorada bor. Sirtda o'zimniki san'at kasbi bilan yaxshi ko'rgan kasb bilan shug'ullanaman. Ondan sonra superkamda o'qig'ingiz qurilish kasbiga shunaqa qo'yim. Keyin yana uni shtatni saqlab kelib, xizmatni saqlab kelib, oxiran ijodiyat bilan naqsh muzika bilan shug'ullanibsizlar. Buning nisbatan sizning oilangizdagilarning qarashi qanday bo'lganda shuncha yil vaqt sarf qilib mush oliy maktabda mush kasbda o'qiding. Endi bu kasbni qilmay yana naqsh aytma deysa deb qarashtiradigan, oldingizda to'saydigan ahvollar bo'lganmi? Yo'q. Uydagilar kichikimdan tortib meningki har qanday ishimni qo'llaydi. To'g'ri boslam qo'llaydi. Hamda meningki talentimni uydagilar bilgandan keyin mayling sen o'zing yaxshi ko'radigan mush kasb bilan mush shug'ullansang o'zingning ishi biz aralashmaymiz. Chunki sen kichik bola emas, cho'ng bo'lib qolding deb meni o'z vaqtida qo'llagan. Hozirgacha izchil qo'llaydi. Men ota-onam bilamdi, oilam hammalar meni nayt yaxshi qo'llaydi. oilangizdagilarmi qo'llamdi? Shu munosabat oilangizdagilar. Albatta qo'llaydi. Müşahede öydekiler naitdi, kollaydı dedi çoğunlar. Menen yana shu Abdu superkamning oilasi bilan bir tunish baqqim kelyapti. Bek yaxshi ham bizning Ekran bilgisi orqali bor. qamsa bir qator rasmlar bo'lsa ko'rib baqamdiq. Ha, shundaymi? Ha, Tayyorliklar kerak. ketganda qolsa, cho'ng ekran qarab baqaydi, qani baramat. Tunish baqaydi ya. Mana. Yaş çağlar. Yosh, hozirmi yosh-ku? Voy mana. Bu Mana. ne? Aqsu. Mana. Buchu. Bular kimlar? Qani. Bu Sol Mana tarafdagi buni birinchi. tunigandak turman ustidagi. Iliyar muzika akkordlashtirdi, ungaladi. Andan keyin O'zimni naqsh aytadi ancha muncha. o'zimni Naqsh naqsh aytadi. aytdi. Bu shunning oldida tushgan rasm. Men yig'layman deb bir bal kichik bal yutib ketadigan mazmunda bir Ha, to'g'ri, to'g'ri. shu chog'da shundan keyin muzikalarni qilayotgan chog'da tushgan xotira suratdi. Voy. Voy, ha? Bu qaysi vaqt Ular- tushgan Bu rasm? bir teatrga chiqqan vaqtmi qana? Ha. Bu Qaysiz desam ha? Bu 2 yilning oldida Qashqar shaharlik Qashqar viloyatlik televiziya stansiyasiningki bir kechiligi. Ha. Bu yakandan kelgan muqomchilik ekan. Ha, muqam ustozlar ekanda. Ha. Shu chog'da xotir Keyingi surat rasm. tushib olgan. Abdukerim Abdiz Abdiz. apani bilan men yaqin demoqchi bo'lgandim bu rasmni chiqarib berish orqali. Men taniyman. Ha, ancha muncha rasmlar Bu uchishimizda. rasmdagisi Rahmat Abdukerim bizning Abdiz. suyimli san'atkorimiz Abdukerim apanimga hurmat bildiramiz. Keyingi rasm. Ha. Voy, to'pni tepida ekansiz-da. Ancha muncha. Yo'q, men Besib tepimadim sizlar. putim bir zaxmlanib 6 oy ulab qoldi. O'ynayapman hozir. Bu kunlar sizga nisbatan bak afsuslanarlik kunlar ha. Shu samirib qo'saq chiqatdi, chiniqish to'xtab qolgan yoqqa. Kichik vaqtdan boshlab o'ynamsizlar to'pni. Asosiyatdan tashlama o'ynab kelgan. Ha. Shu yaqinqi 5-6 yilning yoqqa bir ashta futbol qizg'inligi Avjab ketib boramda. Bizning o'zimizning komandasi bo'tdi. Ha, bu sizlarning komandalaringizmi? Bizning komanda. Bunun ichida shu bir naqshi bilan shug'ullangan, san'at bilan shug'ullangan birdan bir sizg'u deyman. Meniki yenim tug'an 2-ratdagi bola bu Abdug'ni Ablat
Bu nayet yaxşı muzikant nakşçı. Qashqardan o'zi. Altın Burun doğruluk mu? Ünalgı lins çıkan Dertmen Jigit depçi. Hazırım yaxşı müzik çaldı. Lekin bu ağaynam asasiyatın sırtqa çıqamdı müziklerini. Ben lekin desa, lekin bu vaqt bilan toza yaxshi aralashmayman. Ya. Toza qo'sham yo'q deydi xalq şey debdim. Yaqin ağaynam. Ha, keyingi rasm. Uy, pek Mana eng muhim rasmlar chiqyapti. Meningki qizim. Kızınız bilan faoliyatga chiqqanda bananlarning rasmi bor, maykadan kiyib olgansizlar, shuna umoq bir qilib. Umaqroq kiyimlarda ya. İsmi nima? İsmi Amina. Amina. Hozir qancha yosh kirdi? Hazır şu 2. ayda 3'ge chirdi. Ha, yaqin 3ga rasm yapishni yozdi 3ga rasm ekan. Ben xo'shal chipton ustiga. Keyingi rasm. Mana Mana Shahlo Shahlo ko'zga qaysi toshlar? Esim keldi. Shahlo ko'zga emas. 99-yili. Tuncu plastika. Qaysi naqsha? Shahlo ko'z degan kerak emas shahlo La ko'zlaring, kerak emas shirin so'zlaring. Shu naqshi. Mana Mana hozirgi. hozirgi vaqti. Mana Hoş. Omaq umoqda yana farzandlari. birisi chiqdi. O'g'lim bilan qizim. Ha, Bir demak qiz, bir o'g'lingiz bor bir qiz, ekanda. bir o'g'il bormi? O'xshashganmiz ikimiz. Diye bak. Ha. Cho'ng o'g'il, kichik qiz ekanda. Rasmlar orqali Abdusabir apandimning do'stiyaralari to'g'risida xeyli tushunchalarga ega bo'lib qoldik, qiziqishini bilib oldik, undan boshqa umoq ishga farzandi bor ekanligidan xabar topdik. Baxtinglarga ko'zdagi musun mengu shunaq bir xotirjam, tinch aman, xo'shal yashashga nasib qilsin. Anda mushu ijodiyatlaringizning ichida mush ketaman, ketalar bo'ldim degandek naqshlarni bek to'la aytibsiz. Biroz sizni bek azoblayotganmi yo? Undan emas. Onun bilan bog'lanishliqi yo'q. Yo'q, bu sizning tushuntirishingiz. Chunki nurg'un san'atkorlarimizdan, nurg'un naqshchilarimizdan mush to'g'risida savol so'rilib qolsa, rost nurg'un ijodiyatlarim o'zimning kashmishim bilan, o'zimning o'tmishim bilan munosabatlik deydi-ku. Albatta, hamdiklarcha, hozir siz shuning bir to'g'ri bizga bir tushuntirish bermisiniz. Bizning yerimizda Abdusabir apandimning hayotida nurg'un ketishlar bo'lgan bo'lishi mumkin deydigan bir xato hukm shakllanib qoldi. Shunlashqa, zodi sizni asrat tag'di qo'ygan u kishi zodi kim? Yoki mushtaq odam bormi, yo'qmi? Yoki bu xiyolan bir shaxsmi? Shuni bir bilaylik. Sizlarni ma'lum qiling. Yo'q, bu rostini desam, u naqsh bilan meningki turmushimda hech qanday bir bog'lanish yo'q. Men faqat ash naqshlar menga yoqqachqa men aytgan. Haqiqatan olqishga erishgan naqshlar. Rost o'z vaqtida hamda Şinjanni xili ta'sir qo'zg'agan naqshlar. Hamda shu ketaman degan u naqsha o'zlashtirilgan naqsha. Men ketalar bo'ldim, Qashqardagi yana bir do'stimizniki ijod etdi. Lekin o'zlashtirilgan bo'lsa-mu, o'z vaqtida shunday yaxshi shu tamashbullar yoqtirib anglagan naqsha. Shunaq. Albatta mening cho'g'an chog'da naqshchi o'zining hayotidan talaydigan naqshlarni ijro qilsa-mu, biroq ko'ngilda o'z eng mamnun bo'ladigan, shunaqla boshqalarga eng yorg'an, olqishlangan deydigan naqshlar sanoqli bir qancha bo'lishi mumkin. Shu naqshlar qatorida siz hozirgacha bir qadar muvaffaqiyat qozongan yoki men eng yaxshi ko'radigan, men o'zim huzurlanib aytadigan deydigan naqshingiz qaysidir? Ketalar bo'ldim degan naqshni men tunca anlagan vaqtim bilan bo'ldi, men naqshim meniki ekan. Bo'ldi, men naqshimni men aytay deb men o'zim talab qilib aytgan. Shu naqsha andikin bir güzel andikin so'yga rishti deydigan naqshlar. Ha. Uningdagi yana bir naqshasi ilqi go'zallik bor. Bir güzel. Aşnaq şu ay güzellik var yarının çekride. Hiç kim Quyosh suyup bakmagan. Bir sihir var Shahlo shahlo ko'zida. Hech kim uni ko'rib bakmagan. Amsa, pek payz oldu. Ondan sonra bugün siz muş yaxşı ko'radigan naqshlaringizni 2-3 naqshni biz sanab beramiz. Qaysini hozir mush hissiyotimizga agashtirib anglashga nasib bo'lgandi? Qaysi birini? So'yga rishti degan naqshni O'rlab beramiz. Buldu. Bo'ldi. Qani ondan sonra marhamat chavaklar bilan Abdusabir Abdusabir apandimni sahnimizda akib etaylik. Qani marhamat. Mehring o'tma yalqinmi köyde
akşam derektek kettim men kurup göz aldımdın ketmeydi kıyya bakının yüreğimge aşkındın gül yakının yüreğimge aşkındın gül yakının men sığınsam sen musığın men sığınsam sen musığın turayli eslem Turayli eslem Söygürüştü mengüge Ketmesin çetnep Söygürüştü dıllarda Ketmesin çetnep Rahmat. Özünün ovozini olsamaca payzolga başdagi ilk tuyg'ular uqli Hindistondan kimda bir kinolar chiqilgan odamni hayajonga solgan bir ovozda bog'ib bekmi yurakka tegadigan bir qil. Amsa biz mush tuyg'ularimizni uzildirib qo'ymay ijozat qilsanglar Abdusopir apandimning bugun biz va Okean televiziyasini biz sirdoshlar klubimizni ko'rayotgan qarindoshlarimizni alayda sovuq qilib tayyorlagan yana bir yaqinlik naqsi quloq solsa qanday. Qani, chavaklar bilan Abdusopir apandim sanglingizga barabar. Güzellik var yarının çehrede Dehi kuyay seye bakma Güzellik var yarının çehrede Dehi kuyay seye bakma Bir sihir var şahla gözde Hiç kim onu görüp bakma Bir sihir var şahla gözde Hiç kim onu görüp bakma Güler huddi buldu goyade İnsanda gülüp bakma Güler huddi buldu goyade İnsanda gülüp bakma Şenmeydi sevgi kadrini
Yar ishqida kuyib boqmagan Shenmaydi sevgi qadrini Yar ishqida kuyib boqmagan Yar ishqida kuyib boqmagan Naqsha haqiqatan nuqul ko'ngil etish emas. U qalbdan qalbga bevosita ta'sir ko'rsatadigan bir sehriy kuch. Uningki xosiyatidan yuraklardagi g'aflatlar uyg'onadi, yuraklar yashiradi. Shunlashqa biz naqshini mehr, muhabbat, do'stlik, sevgi izlab safarga chiqqichi deb ta'riflaymiz. Uningda hech qachon inson fazilatining qorong'u taraflari maqtab ko'kka ko'tarilmaydi. Shundaq, unisi bu naqshni men burundan bak yaxshi ko'ratdim-chu. Men qanday o'ylayman deganda, har bir odamning qalbiga tegadigan, eng muhimi uzun yillargacha yana unutilmay xalqningki naqsi, xalqning ijodiligi yaxshi ko'rishadigan naqsiga aylanib ketish Shundaq. uchun cho'qim uning tekstimi, muzikasimi, o'rlig'isimi, ijrosimi shundaq. tang bir yerga kelganda, bir gavda bo'lganda, ondan shunday bo'ldi deb o'ylayman. Masalan, mush naqshidakchu. Buning tekstini bak yaxshi ko'rdim. Bu qiz hech kim undaq inson undaq kulib boqmagan bulbul go'yada kulish degan zoti qanday kulishdi deb abaytiga bak o'ylandim. Kular Hozir shundaq sizning bulbul- mushkulgingiz shu. Bas, ilqi qandaq kulishdi u qandaq bir qizdi bu debchu, shunchalik go'zal bir qizga muzikami shunchalik yenik, shundaq yaqinlik. Uningga Abdusopirning mardona ovozi texmi mos kelganda, bu ovoz agar uni boshqacha bir ahanga yoki boshqacha bir ovoz tusi bilan aytgan bo'lsa, balki ma'nodek bizning yurgimizga tegmasligi mumkin edi. Siz-chi? Undaq bo'lsa Abdusopir aka, siz odatda o'zingiz ijodiyat qilamsiz. Burun qilgan bir ikki ijodiyatlarim bor. O'zingizmi Yaqin ijodiyat yaqin. bilan shug'ullanasiz? Yaqin shug'ullanmadim. Masalan, shu ijodiyatlaringizdan bizga tunishib yetib kelganlari, moda bo'lganlari, jamiyatda bir alqishga erishganlardan bormi? Elib ketman degan naqsha abiyatni aytgan. Elib ketman degan naqshni men o'zim qilgan ijodiyatda. Shuni Plastin kamga o'qidim. Demek endi Abdusopir akamızning naqshlari xeyli moda iqimga aynib ketgan. Chunki endi Abdusopir akamızning dastlab naqsh etgan mezgillari mening 5-6 yosh vaqtlarim ekan. Bayamda xiyol qilsam, shuning uchun endi shu 5-6 yosh vaqtlarimdan boshlab moda bo'lgan bo'lsa, naqshlar hozirgacha naqshlarni olsam G'uva ismda, lekin to'liq esleyemeyman. G'uva ismda shuni qaraganda xeyli bir mezgil mush yoshlar. sizlarning cho'ng bo'lgan vaqtlaringlarmi? O Hazrati Ali Muhammad Tursun, Ablajon Avut Ayub, Kerem Abbas qatorliqlarning naqshlarini anglashga boshlash moda bo'lgandi. Shunaqo shular alqishlanishga boshlagan amaliyotda ularning oldidagi yo'l ochquchilar Abdusopir akamlar qatorliq shunaq davrdoshlar sanaldi. Shunaqo undan keyin Abdug'ani Xol Shunama? Ularimiz sizlardan keyingi avlodlar. Keyingi davr. Ularning keyingi Tursun. keyingi avlod. Sizning davringiz yana qaysi san'atkorlar naqshchilar bordi? Pasha Ishan, Mo'minjon Kamal. Mo'minjon Ablikim, andan Tosh Muhammad Batur, Nurnisa Abbas. Shular Ha, sizlar bir kompaniya, bir davrning odamdir ekansizlar-da. Bir choy o'ynaydilar ekansizlar. Shu maxsus Qashqarga bor degan choyni o'ynag'ilichu. Bo'ldi. Abdusopir akamningki o'tgan kunlari to'g'risida, chiroyli ijodiyatlari to'g'risida, yiqimliq mo'nglar to'g'risida biz o'zimizningki talablarimizni qondirib oldik. Menimcha o'g'an chaqda Abdusopir akamning o'zining ijodiyatiga nisbatan, o'zining buningdagi taraqqiyotiga nisbatan balkim yangi plan qarashlari bo'lishi mumkin. Nisbat bo'lsa shularni anglab olgan bo'lsak. Endi mushu kasbningki bunda aytsak o'tida kuyab, suyda eqib, mishda kilovat qilma 93-yildan tatib hisoblsam hozir qilib bo'lib qopti. Hamda bu kasbni qilayotgan ekan, bu kasbni yaxshi ko'rgan ekan, albatta bundan keyin yana bu kasbni sada bundan keyin qanday yangiliklarni qilmak, bundan keyin yana qanday naqshlarni aytib, tomoshabinlarga sunaman deydigan plan albatta bo'ladi.
Men yaqında bir plastinkaga tayyorlik qilgan. Buniki muzikalar asosiyatdan put bo'lgan, unga daga ilinish boshlanmadi. 99 yılı tunca lentiniz neşir kılınan şunağı Ünalgı lentisi. Şeklar Köz. To'g'ri. Şundan ki bugünkü gün kadar sizinki neçe plastikiniz elan kılındı. Hem de işlemeyi olan plastikiniz neçinci plastikinizdi? Ha, 400. 6 dal plastinkam print chiqib bo'lgan. Bu da tayyorlik qilayotganim 7-si bo'ldi ekan. Mana. Demek Müşahede yine yazuvchilarga nisbatan 6 kitap deganga o'xshashda o'zininki kasbiy hayotidagi natijalarini namoyon qiladigan bir xotira. Shunaqa bu plastinkamiz sizning barliq tirishchiligingizning bir natijasi. Müşahede bir gapni davagım kağıdıdı benimki. Absupurkamni ben 99 yılı şu Şeklar Köz'e lentisle tunup diken ben. 2009 yılı Absupurkamla işimiz bir hemkarlaşkan. To'g'ri. 8 yıl burun. Ben bir Kaçan? MBS'ge çıkan. Mushu Şu plastik neçinci plastik o gitti. Demek MTV'si chiqib ekan-da. MTV'siga. MTV'siga. chiqmagan. Ha. 6-chi plastinka. Ha 7-ci plastinkamızdan MTV'siga men chiqib. Xohlasanlar. Mana Mening sharafim u. Mana, ben bu bir şey bir şarkıya kısır bite yıkıdı ben görünüşke çıkanım şu naqsını Yigitim bizden şok. yaş kalan naqşçı Gülgide Molla Ahmet Orluğan Yigitim şok namlıq MTV'ninki çekiliş nisbeti 1 milyondan işip yaxşı alqışladı. Çünkü demek hem de bir şeyde gir namzat tanlaş toğru kep kalsa menimce biz kelişip qalalayız. Qarang, Abdusopir bunaqa muhabbatli kuylarni aytadi. Bu MTV bir erkish yolg'iz chiqilmaydi. Buni cho'qim bir Bir güzel anının obrazı buluş bir gerek. anının yoki bir güzel Nazlı'nın ve yoki bir Latafet xonimning obraz bo'lishi kerak bu yerda. Lan kichik qizlar yaxshi ololmaydi bu rolni. Buna Abdülhamid'in 9. plastikasına 10. plastikasına tayarlı. Kütünla. Ben 25 yıl küttüm bana. Sen bir naqsını olmaydı ekansan. Ben ekşip 4-5 naqsını ettim. Qara mende de rol tanışıvatıdı o yerda. Şu. Şununla kiliş tıkmaşın olma kiliş çıkıdığan bulduk tıkmaş ma mayli. ikimiz Hakkını çıkarmış, ayrım hakkını değil şu yiyip alımız. Buldu. Bunda olsun demek hem de 2018 yıllık planına yeni bir plastinkaga tutuş kılış. Şu arkalık yeni nakşılarını, yeni küylerini qeyrindaşlarımızga soğuk kılış. Şuna mı? To'g'ri. Unda olsam de bu plastinka özünüzden oyduğunuzca kaçarlarda qeyrindaşlar bilan uçuruşup qala. Endi hozir plandan shu 2018-yili yozda bir jon ko'kargan chog'da suratini ilib 2018ning oxiri endi meningki ashta planim bor. Endi shu planim cho'qim amalga oshirman. Buldu. Buldu bizmi sizningki güzel neticeleringizden 2018 yılda biz bilen tağır oyap çıkacaktık. Bizden ait çıraylık simalarımız koşulup. Bayatın Abdusopir bilen param bilen bolup ketipdik. Ananki Abdusopirning shundoq yaxshi bir ishki do'sti, qeyrindishi, hamkorlashuvchisi, sahnarqisida izchil bizni saqlayotdi. Ularning yurak so'zlarini anglab baqaylik, shularni bir qizg'in alqishlarimiz bilan sahnaga taklif qilib olamdik. Buldu. Qani, rahmat. Hareketi asta bo'lgan bilan naqsh etish uslubi bek tez. Merhaba. Qarshi olamiz. Qani Asad efendim rahmat. Asad efendimni men ko'rgan ekranlarda. Siz usulchi ha desam. Muzikant. Shunaqo? Asad efendim o'zini bir tanishtirib bersa. Men daimlar o'tliq salom. Men muzikant. Muzikant. Nima muzik chalsiz? Ney? Elektronlik real. Elektronlik royal. Elektronlik real chalaman. Naqshim aytaman. Bugun o'zingizning qanday bo'lib Sirdoshlar klubimizga kelib qolganligingizni bilamsiz. Yo'q desangiz. Voytdan. Men bir choy yeb kelgan bo'shamga. Men Abdusopirkam bilan shu men bola vaqtlarimda billa naqsh aytgan. Shu Abdusopirkam mush programmaga qatnashadiganligini aytdi. Shuning bilan ikkalan birlikda mush programmadan bir o't chiqarib o'taylik deb keldik-ku. Voy, yaxshi. Men o't chiqarib o'tadiganlarni oqiroq taklif qilib qoldik. Abdusopir efendimga agarda do'sti bo'lish sifatida qanday baho berasiz, siz qanday baho berasiz? Abdusopirkam mening qalbimda yaxshi bir naqshchi. Shunaqla esil fazilatlik bir inson.
kichikimdan hurmatim bor ta hozirgacha cheksiz hurmatlayman. O'zimning aksidek ko'raman. Til bilan ifodalab bermayman ko'nglimni. Cheksiz hurmatim bor. Islakam. Vay. Isil akam degan Rahmat. bir Ikkimizga o'xshashganda, ikkimizda Isil adam. Isil akam. Hürmetim bor. To'rtimiz bir choy boshlab olamiz. Bulud undaq bo'lsa, Asad apandimmi o'zi muzik chaluvdan boshqa naqshi edi shunaqa. Tipik alayligi Doğraş. doğraşdan başqa aylıqı tiz. Abi dost, abi dost. Yamış balşu. Abi dost. Çıp duran abi dost. Kus köp seçtin abi dost. Anlayıcı şu gapini diyelim de hazır. Aşın da pırağa. Anlap bakaylı. Onu bir qitim da kompüter diye sığanısınız. Rasman. O ilan telqi abidos. Ya şunu qayta digili bulam da hazır şuna tez qilib. Acaba isilda astqanda yemekliklerim, mant bolosam skavap içimliklerim. Abidos, abidos. Kınıp içim olsam da astqanda abidos. Bu bir rap kan qilib anti surat aytgani. Teksti sal uzun te onun isim to'liq qolmabdi. Onun için ben Esad'ni to'nigan vaqtimda eng hayron qolganim Vitas'ni ajoyib ikkisi bir muddu Vitas kelgan muddu degisi turib. Chiray jihatdimi yoki ovoz jihatdimi? Ovoz ilmida. Wow, de unda bo'lsa endi men sahnamizga biz diyorimizning Vitasi, yosh talantli san'atkorimiz Asad Vitasni taklif etamiz. Qani marhamat. Marhamat. Ko'zinglarni yumib anglasanglar. Mana. Undan sonra şu ekran aldaki barlıq aziz görürmenlerge ben şu Vitas'ın naqsını orlap bersem bu naqsını hemmeyle birlikte Etimiz. eysak ha? Usul uçuyorlar hem de Music action. Oo, mana. Мой дострой, но я в нем один, но ответ за спиной. Ветер осень стучится в окно, значит опять надо мной. Этот судьба, а судьбу не могу, я ни о чем просить. Только я знаю, как после меня станут ветра голосы. Rahmat. Rasmiken. Hammalar rahmat. Obam qilqi. Ovozni. Bu ovoz. Yani bir qani barcha kameralarlar amadamga to'g'rilansin. Qaysi ovoz? Ya, mush ovozni men buna anglab baksam bu yana undaq ovoz emas. Emas. Emas bir qoyadan chiqadiganini bilgili bo'lmaydigan bir xil. Biz Tikrashgan bu. medisinada buni qaytuning deydik ya. Medisinada Medisinada. ovoz ilmidadir. Ovoz ilmida Yo'q, deymiz. chaqchaq. Ya agronomda. Agronom kasbida. Qurilish ilmida. Yani delfinning ovozi ya. To'g'ri. Delfinning ovozini dengiz tagidimi shunaqa his qilib bo'ldi deydigan ku, masalan, ta'sir qilish kuchi, intayin kuchi, zil inchik ovoz bo'ldi ekan. Buni chiqarmoq asosiyatdan shu Uyg'ur xalqida bir Asad apandimda bir Dilrabo xon qizi bor.
Dilrabada bir ağlaylışı, bir ağlaylı kanatı. Pastga tushganda. Dilrabadamning xaytuning sen mashu delfin ovozi yana o'xshamaydi. Dilrabadamdan boshqa xil uslub chiqardi. Bakaylı. Voy ya, asatda ish kelsam. Ben beşini aytib beraman. Siz Hay, taqa cheqraydi, cheqrab baqay. мой настрой. Я не один, хлопну дверь за спиной. Ветер осень стучится в окно, плачет опять надо мной. Ay, hadi keldim o. yaxshi Benim aytding. ben sağ özü bir cheqrab baqsınca. Necat bir cheqrab baqsın. Odatdagi naqshlar Ben adetde yurtumni süperdim degan naqshlarni chiqaydi bence. Ya shunday yaxshi Ya aytding. Necat bir cheqrab baqsın meni bek sağlık qildi. Astag'firullah rasa. Kezdida yosh ketdi. Yig'lab etdi Nijat. Men bek yaxshi ko'raman bu shunaqa inchik ovozlarni. Bo'lib Dilrabadamning tirishchanlik ko'rsatganligidan intayin suyunib, hozir bir xil iftixorlik, minnatdorlik ko'z yoshlarim Asli bu ko'zimni neylik agidi. ovozni degan bo'lsak ham yaxshi bo'ladi ya. Bo'ldi mana Asad bilan Abdusupurninki munosabati mana yaqin 10 necha yillik munosabatda qilib turdi shunaqa. Demak, buningdan bir munosabatning 10 necha yil, 20 yilgacha hatto aka inilikdan qarindoshlik, do'stlik, kasbdoshlik ekanligi haqiqatan oson emas. Asadning Abdusupurga shunday yaxshi, yuqori baholarni berdi, albatta. Abdusupurninki nazaridagi Asadni bir anglab boqaylik nasa. Asad abi deb o'tdi. Biz Asad kichik vaqtini tatib Qashqarda tug'an bir mezgil. Elektrlik realga bo'y yetmay o'rniga qo'yib birdi, chiqib chaldi. Silib naqsh aytdi. Biz shu chog'da tanishgan, buningmi siz degandek 10 necha yil bo'lib ketdi. Meningki qalbimda bu inimi nay tirishchan. Emeli kichkina tatib hozirgacha tirishib yaxshi naqshlarni shu ko'rganlarga taqdim qilib kelyotdi. Uningdan sirt yana bu talant sahnasida 6 dona elektrlik realni yaxshi chilib yaxshi natijaga erishdi. Uningdan boshqa yana bu Sekrgarlik serikchilikni yaxshi qilib sahnaga kelib chiqqan qapqirak. Sekrgarlik karamati bor. Birga mahir ko'pga qodir, ko'p qirliq san'atkor. Wow, unda olsa Asad muallimni, ha? Asad muallim desek tamamen xatolashmaydi ekanmiz. Asad muallimga bir javob berib o'taylik qarindoshlar. Merhaba, qarshi olamiz. Davrimizda shunday tirishchan san'atkorlarimizning, qurdoshlarimizning bo'lganligidan biz ham intayin suyunamiz. Bugun qaragan chog'da faoliyatimiz mushuna qizg'in kayfiyatda yana davomlashib, nihoyat go'zal tariqada oyoqlashadigan o'xshaydi. Unda bo'lsa, mundaq bizniki Sirdoshlar klubi programmasida yuqorida biz mungdashdik, sirdoshdik, halmon bo'ldik. Bir-birimizniki yaxshi ko'rgan ta'riflarimizni qilishdik. Hamda albatta programmamizda yana bizning ko'rmanlarimiz, naq maydondagi tomoshabinlarimiz intayin yaxshi ko'radigan bir bosqich, ya'ni o'yin o'ynash bosqichi bor. Biz bu bosqichda o'yin o'ynash orqali qarindoshlarimizga xushlik baxsh etamiz, ularga aromlik baxsh etamiz, ham shundaqla mana shu o'yinlarimiz orqali biz yana do'stlik rishtamizni, hamkorlik rishtamizni, ittifoqlik rishtamizni texnik chingitimiz. Agarda xohlasanglar, biz birlikda shu o'yinga kirib ketamdik. Bo'ldi? Bo'ldi. Bizning shuarimiz Ko'ngillarning aromi Sirdoshlar klubi. Voy. Yasinchika, bu qo'lingizdagi ilqi Yasinjon yurishlik ochiqsini o'xshamanda. Shundoq inim. Bek tamlirchima. Bu mahsulotga o'zimning ismini marka qilib qo'ydim. Samsaq zanjivil ochiq suv ekanda. Menmi bir parcha olay. Keyinchi talabazir ishib qolsam, mush rasmni chaplayman men. Ras Yasinchika, siz mush mahsulotingizga obraz eltib bo'lgan yerda, asas sizning totish kerak-ku, mush ortiqcha. Sizning totish. Yasinjon yurishlik ochiqsilari. Biz her günü üçüymizning ravan, bedenimizning zilva bo'lishini o'ylaymiz. Nurg'un choralarni ishiltib baqdik, ammo avu taraza rahimsiz sonlarni ko'rsatmoqda. Harakat va parazdan sirt boshqa amal topolmadik. Tafakkurimizni yanglab baqsaq bo'lmandi. Bibi lalaning yangi turi uzlala meva ko'ktat enzimi sizga sovg'a qilindi. Tabiiylik tabiatimizga yaqin bo'lsin. Tabiiy meva ko'ktat enzimi bilan
badandagi va kalladagi to'solg'ularni barbod qilaylik. Uzlalan meyve ko'ktat enzimi. Ko'ngillarning arami sirdoshlar klubi. Do'stlar, mana hozir programmamizning eng qiziqarli hammaylarni aytib taqozolik bilan kutadigan bosqichiga yetib keldik. Mana hozir mehmonlarimizni sahnaga taklif qilib oldik. Aram baxsh kiyimlarimizni kiyib tayyor bo'ldik. Unda bo'lsa o'yinlarni boshlab ketaylik. Men tushuntirib o'tay. Bo'ldi. Birinchi o'yinimiz bo'lsa yostiq qaplash o'yini. Men mush hayotimda yotqan qaplash, yostiq qaplash degan ishlar, unga parda isish, parda tushirish, qiyinlik darajasi yuqoriroq. Opalarimiz bak oson qildi bo'lmasa. Lekin cho'qim bizni qilg'izdi-da o ishlarni. Uniki yotqanning a uchun tutay bolam deydi. Tushdimi? Ma uchun tutaydi. U yotqan yuqori qo'yib qolsa so'zlik etaman-da. Uni keyin qaqa deydi. Kuchab qaqma. Men bir maxfiyatligim deb biraymi? Men azalda yotqan kirlik ishlatmayman. Undaq emas. Hozirgacha masalan cho'ng yotqanlarning uchun 4 chas emasmi? Beshi bilan uch tarafini almashtirib olaman. Har qitim almashtirib qoplagandachu, qopqa egiz pasili bilan yan chiqirib yana bir qitim qoplagan. Yana bir qitim yana shunda qarsa. Uchiga shunda qarayman bo'lmasa, ma taraf beshga deb turib salsam yana xato degandek-chu. Buni bizning meditsinada menga rudimentlashtaymiz shu odatda. Devanglik deymiz. Sakta. Unda xo'sa o'yinimizni tushuntirib o'tay. Bo'ldi. Unda xo'sa mana kaynimizda yostiq bor, qoppa, bunda qo'ng'iroq bor. Bizningki ikki guruhga bo'linib, hozir seriq kiyimliklar bilan ko'k kiyimliklar ikki guruhga bo'ldik. Ya'ni seriq kiyimliklar guruhi bo'lsa, Vitas guruhi bo'lsin. Bo'ldi, Vitas guruhi. Bizning guruhimiz Ketarlar guruhi. Ketamamiz. Ketarlar guruhi bo'lsinmi? Men guruhi bo'lsin, Abdusupra apanda bir ism qo'ypasizlar. Oy, bir güzel. Undaq bo'lsa, mana bizning guruhimiz bir güzel guruh. Bizniki hamsa ikki güzel guruhsi bo'lsin. Bo'ldi, bizniki ikki güzel guruhsi, bir güzel guruhsi qada başladik. Bir. Rahmat. Undaq diqqat qilinglar. Hozir birinchi bo'lib Abdusupra apandim boshlasa, qaplab bo'lgandan keyin qo'ng'iroqni bosgandan keyin ikkinchi odam o'tadi. Qaplab bo'lib qo'ng'iroqni bosgandan keyin yana bir odam o'tadi. O'yin vaqti 2 minut. 2 minut ichida qancha ko'p odam tamomlab bo'la olsa, shu taraf yengan bo'ldi, ha? Bo'ldi. Soatni sizda bilsangiz. Agar 2 minutdan ilgari qaplab bo'lsa, qancha tez qilib bo'lgan bo'lsa, shular yengan bo'ldi shunaqa. Bo'ldi, unda bo'lsa, tayyorlik bitdimi? Musobaqa boshlandi. Abdusupra apandim uyda xeyli ish qildiganda qildi. Siz nima ish qilyapsiz? Onam, o'ngshoq yo'q ha. Yaxshi. Va o'ngshib oldik ketdi qoldi akap. Ha. Hay. Abdusupra apandim vallahining zaksini almashtirish. Vallahining bulmuqini tayyorlash. Emizgisini izlash. Onun boshqa yana kirqatlarni yuvitish, parda esish, dazmol silish qatorliq uy ishlariga pishgan Abdusupra apandim. Uy tutgan bir qancha yil jarayonida o'zining tirishchiligi, ayollarni besib pishirgan Çiver çakallığı bilen halkımız qalbidan o'rin elib, eng munavvar. Bu bir munavvar naqshlar qapasdan balki munavvar bir Yaxshi. Abdusupra apandim hozir sertmisini tatish bosqichiga yetib keldi. Abdusupra apandim odat sertlik ko'ylaklarni kiyganlik uchun hozir buni tatish sal qiynalib kelyapti. Abdusupra apandim boshqalarning sertmisini. Yaxshi. Yaxshi. Ekber apandim yıqından bana olsa qalmak. Hazır talantlı kıyasatçımıza bizniki umaq aktyorimiz Ekber apandim hozir tujib bilan, o'z qo'li bilan, zo'qshoq bilan hozir yostiqlarni qaplavyotdi. Tezga mana demak Ekber apandim uydan aytdi, chiqib chiqqan, ayolni tantirib qo'ymaydigan aytdi. Mas'uliyatchan bir ekanligini tamamen bilib olish bo'ldi. Ekber apandim sertini aytdi, muvaffaqiyat ketdi, yaxshi. Ismingiz nima? Yo'q bo'ldi gap. Nima ish qilasiz? Gap qilmoqchidim, ayirib ziyorat qilaman. Sizga 3 Abdusalam berman. Qo'ng'iroq qidirib. Abdusalam qancha yosh kirdingiz? Gap qilmoqchidim. 20. Yaxshi. Hayajonlanamsiz? Gap qilmang. Hozir tuyg'uringiz qanaqroq? Gap qilmang. Voy og'izda aytmaydi uni. Voy yo'q, mayli, ayrim ziyorat qilasiz. 3 minut ko'rinish berasiz. Ismingiz nima? Ismingiz nima? Chiraqdan. Abdusalam. Yaxshi. Bunda aytmaysiz Abdusalam. To'xta, aytmadi. Ha, yaxshi. Yaxshi. Ismingiz nima? Oyoqning ismi nima? Tunishamizda. Eng muhimi Abdusalam kendek. Söyleyeyim bu desa. Bunun
Ha, Ha, mana. yaxshi. Bak, qancha bo'lib qolgan bo'ldi, hech bir Kom aldırmay içsiz serpme degenni. Aşkçılık aldırıp acısızlıkı yapışık aldırmay yapıdı. Yo'q, yo'q, bu ozdurishlar herkes bo'y bermang. Siz Seyfo'nun tokatsı. Kalbani, voy yaxshi e'lon bo'ldi. Ha, Oy qara. uy sharabat 2 turib. minut 31 sekund. 31 sekund, 5 sekunddan chiqib Ye, qoldi. onda kechikib boqqanmidi o qarang hamda. Ama qo'l. Ha, 2 minut 20 sekund. 8 deyli. 2 minut 28 sekund deb hisoblayli ha. 2 minut 28 2 minut 28 sekund. Amaliyot bizning belgilangan vaqtimizni eshib ketdi, lekin Eshib ketdi. biz qarashtirib vaqtiga bir qarab boqaylik. Qani kimlar yangar ekan. Rahmat. Navbatda bizningki seriq kiyimliklar qo'shini, ya'ni eng jazbidor, eng iste'dodli, eng tirishchan yoshlardan tarkib topgan ikki go'zal guruhsidagi mahirlar o'zining iqtidorini va talantini namoyon qilmoqchi. Siz ketib tursangiz bo'ladi. Bu güzellerden turqidan yostiq qaplashga löngüsüm jupaqmanda qilib. Payıp qilib apsi jub berdi. Ha. Qani unda bo'lsa, xayrli qilib tutdimi? Siz boshlaysiz juma? Unda bo'lsa, boshlandi. Başlandım ha? Yaxshimisiz? Aldırmay. 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 Ha? Abdülkadir deydi. Abdülkadir yarıyla Ben de biray. Ben de biray. Siz adetmiş yostiq qaplab baqam o'tirun. Müşkün chiqib qaplashimiz mumkin. Şimdi yirgan. Bu yerda ish qilsa sen yasaq qilib yanmay. Yo'q, yerdan ish bo'lmaydi. Bu yerni bilmay turib chiqib olgan bu. Yostiq qaplash tasbihga. Ha, aldırmay. Serpich. Voy, serpichni buzdi. Yo'q, buzuq emasdi. Serpichni buzdi. Bo'ldi, birisi buzildi, birisi buzildi. Ay, o'ynamanglar bo'ldi. Ha, o'yin tamam bo'ldi. Ha, bo'ldi. Serpich buzildi. Ha, Ro'shangul. Kanalınız. Siz pek ig'ir besiqku. Men odatim ishlayman. Ha. Siz azaldan ig'ir besiqma. Yostiqni hech yaxshi qaplab ekansiz, ha? Mayt yaxshi qoplaydim odatda. 1 minut 6 sekund oldu ya. Mayt temkin aldım oradan. Bu temkin qilgan vaqtma hozir. Temkin qilgan vaqtma, aldırmay qilgan vaqtma. Yo'q, men kam qoldi. Kam qoldi. Ya bizdan kam qolmagan. Biz unda kam ishlarni qilmaymiz odatda. Bu qiz Raba abliz, osma ketidi, qash qoldi, suv ketidi, tosh. Turib o'g'illik ikkimiz bir guruh o'tmayapti. Hozir nimangaymi? Ha, az qoldi ya, yaxshi. Tabassum xila. 1 minut 42 sekund. Bek maymaq saymaq qilgansiz desab qolmaganda. Ha. Uye, ey malama qatla yostiqlarni qanday qilay? Tebessümle itilmedi. Voy, bular olsa bitilmaydi. Ang feyziysa bitilmaydi yostiqlarga. Bizga semiz yostiqlar berdi. 2 minut 6 sekund. Mana 7 sekund. bu şu bir buyu qilgan qizni qanday yostiq ko'ralar? 15 sekund, oydu. 18 sekund. 19 sekund. 20. Asad efendi mana. Bir sana mani. 24. Rahmat. Endi 40 sekund, ha. oyunumuzdan en ahir xulasını ben çıkarmağım. Süpet meselesi var bir yerde qarang. 24 sekund, bizden 25 sekund. 28 sizden. Siz 3 sekund keyin qaragan saatga. 31 sekundda basqan. 5 sekund keyin qarabsiz. 26 sekund deb turaylik, bu 2 sekund vaqt farqi bor. Lekin yostiqlarga bir qarab baqaylik, ha? Mana bu bizningki Okean televiziyasi yangidan bozorga solgan yostiqlar bo'lib. Eng cho'ng alayligi serpisi yetilmaslik. Qapqi patmaslik. Partlab chiqib egiz past turish qatorliq alayliklarga ega. Mana birinchisi yetilmabdi. Siz bir ishlarni qilib ketdingiz, ha, baytayog'ing. Jimmi tug' odamdan qo'rqsa bo'lchi, baytayog' o'ngishli buni ratlab. Ha, bu birisi inolat deb turaylik. Mana bu bo'yga yetib qolgan qizimizdan bo'yliq yostiq ekan. Mana anasi o'z qo'li bilan tikpagan olma markaliq mana. Itilmabdi, ang mo'yim egiz pasmayalır ya, to'shmabdi. Asad efendimning-chi, ha, Asad efendimni uy ishig'i pishqan, chevar chaqqan bir mas'uliyatchan erdaksiz, ha. Ha, ishlaylarning yaxshi bo'ldi. Endi
biz tarafga qaranglar. Endi bizningki kelaylik. Biz ketaylik oldu. Abdusopur efendim o'zining mana tirishchanligi, kibar chaqqanligiga. To'g'ri. Qo'li gul ha. Akbarmi mana qo'li suvdan chiqmaydi. To'y qilgan 5 yildan beri kir yub o'tib bordi mana shunday yaxshi qaplabdi mana. Kirliklarni odat shu kuni yub qaplab etmasa ko'ngli tinmaydi. Qancha kashobkasimi o'yg'in o'pa? Ha, yub yotadi. Parlan damlaysiz qo'ydi. Yaxshi aqllarining izidan besib, yaxshi yigitgan bu. Shuna yaxshi chiroyli qaplabdi. Bu qizimiz bilan ma'lumot qo'lsima? Hamma tarafini chiroyli qaplabdi. Hech qanaqa yerda ichilib ketish bo'lmabdi, demak. Sizlar deb yiqinglar. Qaysi guruh yengibdi? Bir güzel grupsi. Bir güzel grupsi deganlar. Bir chavak berib yiqinglar ala baqayli. Bekrak. Texmo. Ha. Biz aldanmaymiz, azmaymiz qarindoshlar. Mavqarimiz, maydonimiz aniq bo'lishi kerak. İki güzel grupsi deganlar bir chavqinlarni ala baqay. Ey, ben fakat bu müdür ütülüp kalay ey. Ey, muşunun altında yüz vermemişler. Sadıkan kitay. İki güzel grupsi avazınla var mı? Muşuksun avazı. Hürmetçiyim valla bugün faaliyetimiz bir şeydi ahırlaştı. Rencimeye kayıt şahsıyla. Bu hem de birinci basqıç. Bu oyunun yani ikinci basqıçı var. Herkes meyusulup ketmey. Şuna qo'ygan chaqda hozir biz birinchi o'yinning ikkinchi tarmoqiga keldik. To'g'ri, ikkinchi bosqichga keldik. Hamda bu o'yinimiz boya biz qaplagan to'q sertmini yapgan to'q emas, buni da açımız. Bu bir posulka keldi bizga-chu. Mana posulka keldi, mush posulkani eng tez suratda açımız. Eng vahshiy, eng qabih degandek usullar bilan açsizlar-chu posulkani ha. Undan qolsa bizden grup nöbet bo'yicha bir açam da. Ha, nöbet bo'ldi rahmat unda biznikidan bir kapaqaydi ha. Bo'ldi, ikki güzeldan bir kapaqaydi nöbet bo'yicha. Men mana ikki qiz bilan nim bu bir grup bo'lib qoldim deyman-da, bir-birisidan nazuk. Buna jitib chugib ichib bo'lib ichidagini olgan qo'liga osi sapma. Bundan keyin buni vasido. Shuna qo'y qanday olsa bizdan birinchi Asad apandimdan boshlaylik mushtarap. 1 2 3 boshlandi. Mana, uy, Asad apandim bektiz ochdi ekan. Bir xillik Asad apandimning bo'riga aylanayotgan vaqti. Ha, yaxshi. Mani. Bir yostiq chiqdi umak. Qo'y. Mana. Bu qachon? Bo'ldi, bizning bu musobaqa. Bizning bu musobaqamizni Yaxshi bo'ldi. Aqlani bir yo'l tanladi bu qiz. Mani. Ha. Yaxshi. Oy, Muson balvan. Yaxshi ya. Yaxshi. Qirq, 5 sekund. Sizlarning gruppidagilar mana tipik tosh qo'rallar davridagi. Demiş, açılgan yerinizde otamdık bunu. Tosh qo'rallar davridagi. Amma mağzol qorsa peshvonlar. Ha, bo'ldi unda bizdan 45 sekundda 1 2 3 başladı. Mana Tüpegi çıktırsam, muştan tişler. Muşlab gezib. Morlan. Şimdi bilan. Ay. Yaxshi. Mana yaxshi. Jinim qanday tutib qoldi. Buloq yaxshi. Oy. Qancha 15 sekund ketdimiki deyman. 20 sekund. 20 sekund. Mana bu talant, mana bu haqiqiy qobiliyat, mana bu iqtidor. Quvvat, Bizden bu yetik palvonlarimizga, Vuson palvonniki 18-ci avlod varislarga, yana bir qatam hurmatimizni, opirin aytish hissiyotlarimizni bildiramiz. Hormonlar, qarindoshlar. Abiyam qanday bir matarafidan bir mushlab bergan ko'ray. Qanday boshildingiz? bir mushlabni ichiga mush qo'li kirib ketdi. Aybarmi shuni qildi mana. Super efendim mana shunaqa qildi. Qildi bizdan. Bizniki bor, to'qova suyib.
Bundan sonra birinci Bundan basqıç sonra- müsabiqimi tamamlandı. Bu basqıç müsabiqida biz tanamay turanmaymiz. Ixrar biz ko'k kiyimliklar gruppasi, ya'ni bir go'zal gruppasi mutlaq ustunlik bilan g'alaba qildi. Sizlarga bir rahmat, japa tatama. Voy ey. Bizning shuarimiz Ko'ngillarning arami sirdoshlar klubi. Buludu endi mana ko'ngillik o'yinlarimiz davomlashyapti. Endi o'ynaydiganimiz ikkinchi o'yinimiz, ya'ni chambarak tashlash o'yini. Chambarak tash, ammo juddiylish ketgan. Hayotimda mushuni peqirtanmayman. Peqir-peqir Mashq qilsam mushuni cho'qim bek yaxshi qildi deyman. Tabassum mush peqirtalamki ko'rib baqaydi. Biladi peqiras peqirmaydi, ma'u bek inchikka, yenik. Voysa. Müdürlüğümde bu kız. Ben kelime keltirdim. Yamır kedim. Kendi tabassumdan keyin siyaqini bir ko'rib baqayli. Bo'ldi, unda o'yinimizni boshlab ketaylik. Buni bunda o'ynaymiz. Bizning guruhdagilar o'ynagan vaqtda Nijat buyruq berdi. Nijatning guruhi o'ynagan vaqtda men buyruq beraman. Ya'ni buyruq beruvchi qo'lida mana bu chambarlarni tutib turdi. Qarshi taraf a'zolarining hammasi, masalan, hozir bir kapaqaylar, men buyruq bermoqchi. Qarshi taraf a'zolar meni cho'glab chambarak holatda tutursizlar. Men Sirdoshlar klubi qat degan vaqtda sizlar mush chambarak beshinglardan kirmaydigan holatda bir shakl tepib qatsizlar. Shuning bilan men sizlarga tushiramasam, men yengilgan bo'laman. Tushirib olsam, sizlar yengilgan bo'lasizlar. Bo'ldi. Yengilgan odam qancha ko'p bo'lsa, sizlarning guruhida shuning soniga qarab biz yengilgan yoki yengilganni bekitimiz. Azroq tushungandek, metitik tushungandek bo'ldim. Tütük olsun tushungan bo'lsangiz. Ondan keyin bizning guruh o'ynaydi, Nijat tashlaydi. Qanda? Bo'ldi. Aldi bilan unda siz biri bizga deb bering, biz o'ynab baqaylik. Ha, unda bo'lsa bizning guruhda azan qilsaqmi bo'ldi. Qo'l bilan qilamdi. Qo'l bilan qilaylik. Qo'l bilan qilaylik, hamsa. Mushni ko'tarsa biz qo'limizni tushiramiz, tushasa ko'taramiz. Demak, bu odamning inkosini sinaydigan shunaqmi? O'ng qilsa biz so'l qilamiz, so'l qilsa o'ng qilamiz, ha? Qarshi harakat qilsak da bo'ladi. Tez. 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 Tez, 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 tez. Ha, tez. Ha, tez, tez. Ha, tez. Hayır, koş. Kaydan qilib qoldi. Demak, hammamiz birdan yengilib ketdik. O'yinimiz misha tamom bo'ldi. Bu demak, qiziqarli o'yinlarimiz. bu o'yin odamning inkosini sinaydigan, tezlikni sinaydigan bir o'yinki amaliyotda bizning inson-singillarimiz maktablarda shu o'yinlarni o'ynab baqsa o'zining inkosini sinab baqsa bo'ldi-ku. Bu bir chapdastlikni, uning boshqa zehnning o'tkir emasligini sinaydigan bir nayt ko'ngillik bir o'yinki. Endi Abdusopur apandimning o'ziga bir qilib baqaychi men shu o'yinni. Kina. Çuval ketdi bu. O'yin turlarimizmi hozir mishada oxirlashdi. Bizning shuarimiz Ko'ngillarning arami sirdoshlar klubi. Rahmat. Bu programmani rengarenk dunyoning haqiqiy ko'zi bo'lgan Ko'znak Abditali alohida qo'llagan. Sağlam tan sap aql. Dillarni hammamizning ichiga mos keladi. Bugun to'y xotir kunimizga san nima so'qilay? Qasımcan, aldirash nagmandingiz? Xotim so'g'ilay deb do'konga mangan. Yasinjon kichimiye? Bu maylarni yengidan ishlab bozorga solgan düzenning ismini marka qilib qo'ydim. Nayt yaxshi qilibsiz. Mana men xotimga so'qilay. Voy, Qasımcan. Mushima so'g'ingiz? Ey, o'zing men tugatdi deganding.
Hey, yüzge işletadigan may dedim ben. Voy, o'xshash. Ani sirtdan ishlatganinglar mani ishingda ishlatsa, o'xshash. Menga bo'ldi. Yasinjan yurish timaylari. Razı məndə külər yüreklə, kuş içilgan ğunç çiçeklə, nazlıq söygü vısal arzusu, qalblərdə milyon tiləklə. Aypəri, Məliki Gülgün sənəmlə, bərdəm nevquran jigit erkeklə, mehirlik qalblə, illaq ailə, razı məndə güzel xatirələ. Razı məndə yeni yıllıq kat fəaliyyət başladı. Fəaliyyət vaxtı 12-ci ayının 1-ci gündən 1-ci ayının 31-ci günü güç boludu. Qimmatlik fürsətini qoldan ber. Sala, sel keyinigirək dursanlar. Muş çemberekning hammasini tushirib boqsiz. Hech qaysi tushmaganda uxtagan bo'ldi shunaqa. Ha. Ya birini tushiraman. To'g'ri, ayaqmishning hammasini tushirib boqaman. Bo'ldi. Sizlar meni tugdak bo'lib cho'rdab turinglar. Cho'rdab turinglar. Tushundinglar, ha? Mushtaq bo'ynidan kirsil hisobgan chumo. Undan bo'lsa diqqat, boshlandi. Sirdoshlar klubi, sirdoshlar klubi, sirdoshlar klubi, sirdoshlar klubi, sirdoshlar klubi qat. Oyey, jabaqtimiz. Men qo'chaqni bekitdim. Men qo'chaqni bekitdim. Voy, mashali o'qiganman sizlar. Yuqaraqni yuqaraq Shali seberekni. o, shali. Bularabada seberekni yuqaraqni aytam. Yuqaraq nasıl? Jim tursiz uy mudirsidir so'z bo'lmaydi. Bek kichikni aytib qo'ydingiz. Yuqaraqni, yuqaraqni. Buning cho'ng kichik bormi Ha, ekan? yuqaraqni aytamiz. Ha, rost bor ekan. O'zingiz kirgizib Tushirvatdi, tushirvatdi. O'zi kirgizib berdi, ketaq zo'ng'izib o'ltirib. Ya tushirvatdi rejissor. Chidimi demoqsiz, chidamasga. Boshda oxirida Dilrabada siz chidamayapsiz, siz o'ynagan o'yiningizni. Siz mushta qatmoqchimi? Ha, mushta tutdi. Ha? Joyingiz turgan siz oldi, yana oldiroq mamsiz ya. 3 qadam. Yaxshi. Mana 4 qo'nchaqa ketdim. Bir nijot qopdi, o'stimish bir Meni nijotga aldirab, ketgan bo'ladi. meni aldirab unda chemberek sog'ilolmaydi-chu. Dilrabo ablangiz yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bunda olsa sizning butun chemberaklaringiz tugich bir odam qolib qoldi Bir shunaqa. odam qolib qoldi, 4 odam tushdi. Bo'ldik ya. bizning Endi bizga guruhda. keldi. Xo'sh. Sirdoshlar klubi, sirdoshlar klubi, sirdoshlar klubi, sirdoshlar klubi, sirdoshlar klubi. Qat. Endi tushiramaydi. Beshimga qanday tushirsak keyin men bir ko'ray. Mumkin emas bu beshimdan butumg'ichim tushmaydi. Qo'lni keta. Qo'lni kaynin qilish. Bitirlashma. O'xshadimi? Hamma asirib tushgandek turibsizlar. Ular tajribadan toziyat. Boshqa qiyin tamam. Mana Keta. Yeni bir kart. Atamısamı atmayman lekin bellerini çim qilib bularning. O'rni qo'polmaydigan qilib ichki a'zolarini sovuqit. Keta. Keta. Yeni bir kart. Acayip yaxshi.
Ay bu yerga tushganni ilyapti, ilyapti. Bo'ldi tugagandi. Adil Rabada yaxshi yetib berdi. Hadi qo'l chiqib qopdimi? Absupur. Men sizning filmingizda bek chapat qilim uchun bo'lsin. Meni Sizlarga naqshingizni bana berib berdi. Meni MTV'ga chiqaraman. Ha, MTV'ga chiqamiz so'bidi. Bek chapat atdim hayotimda sirdoshlar klubi elib olsam bo'pti. Yatqanda va'di shu, so'nayinib yatqandan dadi shu deymiz biz mana. Ha. Bulduğundan sonra yana mayli qandal qilayli biz yengam Allah. Lekin bular haqiqatan bak qaldısını işletti. Bu xil şekilde faqat 9 gol olmaydı ekan. Bo'ldi, undan bo'lsa endi 3-chi o'yinimizni boshlab ketaylik. Yana bormi? 3-chi o'yinimizni o'ynaylik, mayli o'ynamaylik, qandolimisin. Sizlar yengizlar shu Yengam bo'ldi ekanmiz. Shundaqdan sizlarningki endi vijdoninglarga bir yuz kelamay qolmanglar, bir qitim fursat beraylik. Qanday? Nima o'yinti? U nima o'yinti desanglar hozir deb turman. Ma'qul bo'ldi. Ha, qani? Bu mundaq o'yin hamda oldingi o'yinda bizning bir go'zal guruhimiz yenganligi uchun 3-o'yinda guruhga bo'linmaydigan bir o'yin o'ynamoqchi bo'lyapmizda. Buningda hozir hammalar bir qator bo'lib tursizlar. Biraylam buyruq berdi. Buyruq berguvchining kim bo'lganligini yelib bekitaylik. Buyruq berguvchi mana bu gulni ko'z turib bir shumliqni sezib turyapti yana. Masalan, bir tusizni qalatib tursizlar, birdan buyruq berguvchining oldiga kelsizlarda, kelib, men bu buyruq berguvchi gulni ko'zitib qilgandek harakatlarni qiladi. Qarshi taraf bo'lsa, mush harakatning qarshisini qildi. Masalan, qisa, pastni ko'z tutdi. Masalan, beshimiz bilan bo'ldi, qo'limiz bilan